Va nihoyat bugun uylanyapman. To'yni o'zbekcha qilishga qaror qildim. Axir uylanyapsan-a? Go'yo noz qilgandek ozgina uyalishing kerak. Qani bir uyalchi. Uyal. Hey! U bo'ldi, bu bo'ldi. Ronaldo xotinli bo'ldi. Baxtli bo'ling. Poyandasi tot poyandasi. Bu meniki. Qani ovqatga. Yana oshdan olib kel. Qani Karimjon. Ko'p yashang, yarashganini qara. Baxtli bo'ling. Jonginam o'lib turgan ekan-u. Azizam, senga ajoyib sovg'am bor. Buni hammaning yonida senga taqdim qilaman. Hop! Hop! Yeah! Hop! Men ham xorazmchaga raqsga tushsam bo'lar ekan. To'yni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Bugundan boshlab futbol tamom. Qani qo'llarga kitob olaman. Bo'l. Tis. Mana bordim. Yomon bir asabsiz-ey. Maftun to'yimizdan oldin men bir gulday yigit edim, umrida asabiylashmaydigan. Bosh asabsiz. Ko'rasan-da, ko'rasan. Sen asab qilgansan meni. Dadasi men ketdim, bolalardan ehtiyot bo'ling, ha? Hop. Telefon qo'yib. Dadasi telefon olib berib yuboring. Hop. Mana ekanki kirishgasi, buni joyiga qo'yib qo'yish kerak. Ibi pult kim bu yerga qo'ydi? Pultni joy-joyiga qo'yib qo'ymaysizlarmi? Mana bu norza bo'lib ketibdi-ku. Bu nordan sipirib olish. Dadasi telefon uzatib yuboring, kechga qolaman, dadasi. Hop, men shunimi? Hop, men bir idish tovuqlar kir bo'lyapti. Nimalar qilyapsiz, dadasi? Telefonni uzatib yuboring. Hop, men shunimi? Hozir gulim qurib qoldi. Bu gulga suv qo'yish kerak, lekin oddiy suv qo'yib bo'lmaydi. Buni suvini tindirib qo'yish kerak. Qo'ymasga gapiraman, dadasi. Hop, men shunimi? Hozir. Tezlashing, dadasi, kechga qolaman, dadasi. Uzatib yuboring telefonni. Nima qilyotgandim? Ha. Dadasi, bo'lib qoling, kechga qolaman. Shu daravol bersangiz, bo'lak odam asab qilmasdan. Ko'rding? O'zing xarakteringga 5 minut chiday olmaysan. Men 9 yillar bilan chidab yashayapman. Boshlasam, yaxshi eshitdinglar.